Do'stlar, men sizlarga hozir juda ham bir ajoyib, foydali lifehack ko'rsatmoqchiman. Bilamiz, kuz mavsumida barchamizning dasturxonimizda xurmo mevasi eng sevimli mevalarning qatoriga kiradi. Va mana shunday paytda biz bozorlarda xurmolarni tanlayotganimizda ichi juda ham qorayib, mazali bo'lib pishgan, xalq tilida esa shokoladli bo'lib pishgan xurmolarni topishga qiynalamiz. Bu qaysidir ma'noda lotereyadek, ham xuddiki biz uni kesib ko'rib ola olmaymiz yo bo'lmasa qayerdandir tirnab ola olmaymiz. Agarda bunday qiladigan bo'lsak, mahsulotning sifati buzilib qoladi. Men sizlarga hozir to'g'ri xurmoning aynan mana shunday shokoladli bo'lib pishganini tanlashni o'rgataman. Aynan mana shu yachiklardagi xurmolarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ikkala xurmoni olib ko'rsak. Ko'ryapsiz? Bu xurmoning uchida qora nuqtasi bor, bunda esa unday qora nuqta yo'q. Va aynan mana shu qora nuqtasi bor xurmo biz izlagan mazali xurmo hisoblanadi. Keling sinab ko'ramiz. Birinchi, uchida qora nuqtasi yo'q xurmoni tishlab ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu xurmoning ichi hali oq va unchalik mazali emas. Endi hozir bu xurmoni ko'ramiz. Biz xohlagan va biz izlagan xurmo mana shu bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing hamda xurmoni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.